Bu video naqd 1 soat olindi. Shuning uchun do'stlar, sizlardan obuna bo'lib qo'yishingizni bemalol talab qila olaman. Chunki juda ko'p vaqtimiz ketdi. Qaytgancha do'stlar, bugun bizni obunachilarimiz soni 80 taga yetdi. Buning uchun barchangizga kattakon rahmat. Va bu hali boshlanishi. Demak, sizlar tayyor bo'lsanglar, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Qanunda biz boshladik. Do'stlar, bugungi videoda Minecraft, lekin Ender Dragon bizga epic narsalar berishadi. Ya'ni Ender Dragon'ni o'ldirsak. Ender Dragon'ni o'ldirish tabii ki oson bo'lmaydi. Biz shu vazifani bajarishga harakat qilamiz. Ko'rib turganlaringdek spawner joyimizda ajoyib qishloq bor ekan. Hozir bu kartani yaratganimda, ya'niki merni yaratganimda bu qishloq avtomatik o'zi chiqdi. Men hech qanaqa chetlar yordamida bu qishloqqa egalik qilganim yo'q. Hozir sizlarga men koordinatalarni yozib qo'yaman. Bemalol o'zingizlar tekshirib ko'rishingiz mumkin. Atrofda bir to'da uylar, hozir bir chekkadan barchasini ko'rib chiqamiz. Undan oldin bu qishloqqa nimalar sotadi demoqchi edim. Bir tenga qimmat narsalar sotar ekan. Ajoyib to'raymiz sandiq va sandiqning ichida 4 ta non, bitta charmli bosh kiyim va bitta charmning o'zi. Hozircha shu bu uyda esa bitta kravat bor ekan. Albatta buni o'zimiz bilan olib ketamiz va bu uyda hech vaqo qolmadi. Atrofda hozircha hammasi zo'r. U ajoyib qarli kompotning uyi bor ekan. Albatta bu uyda bizni xursand qiladigan lootlar bo'ladi. Va shunday ham bo'ldi. Ajoyib 3 ta temir, 3 ta oltin, bitta misli nayza va temirli chest plate, temirli bosh kiyim, 3 ta non, 3 ta olma va temirli ot sovuti va bo'ldi. Bu yerda esa daraxtlar bor ekan. Hozir o'zimizga atiga 3 ta daraxt olib olamiz. Rivojlanishning birinchi bosqichi sifatida va bu daraxtlarni yog'ochga aylantirib olamiz. Ajoyib. Endi bo'lsa bitta verstak, let's go va ozgina tayoqcha ham albatta bo'ladi. Endi bo'lsa bitta temirli kirka yasab olsak juda ham ajoyib bo'lardi va birozgina tosh kavlaymiz. Albatta juda ham tezkorlik bilan. Endi bo'lsa bu pechkalarni ham o'zimiz bilan olib ketamiz. Nega desanglar, bizga bu pechkalar kelajakda kerak bo'ladi. Va o'zimizga bitta toshli topor yasab olamiz hozircha. Va rivojlanishning toshli davridan o'tib oldik. Ajoyib. Endi bo'lsa atrofni bemalol ko'zdan kechirsak bo'ladi. U golem sal beriroq tursang yarimiz to'nga tushib ketmasa bo'lgani. U yo'q, to'nga golem tushib ketdi. Afsuski demirni olmoqchi edim. Bo'ldi menimcha. Yana bilmadim. Yo'q bo'ldi, bizga qizig'i yo'q. Если что 4 dakikada 3 ta temir berardi. Mayli, uni to'ramiz. Atrofda shunchaki oddiy uylar, sandig'i bor uylar menimcha bu Viktoriyada yo'q. Albatta teparoqlarda yana uylar ko'rgandek bo'ldim. Hozir shu uylarni ham ko'rib olamiz. Va bu uyda hech vaqo yo'q. Kravatdan tashqari teparoqda yana bitta uy ko'rgandek bo'lgan edim. Hozir shuni ham ko'rib olamiz. Va bu uyda sandiq ko'rgandek bo'ldim va sandiq bor ekan, qaranglar. Ajoyib 2 ta non va qanaqadir qog'ozlar, bir tenga keraksiz va bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q. Yana teparoqqa chiqib ko'ramiz. Bu qaranglar, bu yerda ham uy bor ekan. Ajoyib, bu yerda hattoki tomorqasi ham bor ekan. Bu uyda ham sandiq bor ekan. Let's go. Xaltacha bor ekan. Ajoyib, bizga juda ham kerak bo'ladi bu. Elemental narsalarni solib olish uchun juda ham ajoyib ryukzak sifatida ishlatsak bo'ladi. Va bu yerda boshqa hech vaqo yo'q. Albatta tomorqadagi yog'ochlarning barchasini olib olamiz. Bu biz uchun odat bo'lib qoldi. Hop, mayli, hech qisi yo'q. Tomorqa shu yog'ochlarsiz ham tomorqa bo'laveradi. Albatta biroz xunuk, lekin chidasa bo'ladi. Xo'p, naqd 43 ta daraxt bo'libdi.
What the fuck portal bor ekan. Nether portali ajoyib. Hattoki ikkita oltin bloki bilan. Albatta oltin bloklarni olib olamiz. Biz hali Netherga ham borishimiz kerak. Ender Dragon'ni o'ldirishni o'zi bitta problema. Lekin Ender Dragon'da epik narsalar berishadi. Bu videoda yaxshigina qiynalishimizga ko'zim yetib turibdi. Bu yerda sandiq bo'lishi kerak demoqchi edim. Ajoyib sandiqni topdim va bu yerda 16 ta oltin bo'lakchalari, oltin chest plate, oltin oyoq kiyim va boshqa hech narsa. Keraksiz narsalar to'g'rirog'i. Qaranglar, bu portalni menimcha aktivlashtirsa bo'lmaydi. Shu magma kubni yo'ldan olib tashlaymiz. Qaranglar, bu yerda ham oltin blok bor ekan. Sal qo'ysa ko'rmasdan ketaverar ekanman. Yaxshi magma kubni sindirgan ekanman. Bu bizga yaxshigina plyusga ishladi. Va bu oltin blokni ham olib olamiz albatta. Natijada bizda 3 ta oltin blok bor. Juda ham zo'r. Hozir esa bizga temir kerak. Temir nega deyishlar mumkin. Albatta Netherga borish uchun birinchi navbatda ozroq bo'lsa kuchayib olishimiz kerak va bizga kuchayishimizga mana shu kon yordam beradi. Ya'niki o'zini temirli rudalari bilan boshqa hech qanaqa plyus joyi yo'q. Albatta bunga tushib olish tabiiyki oson bo'lmaydi. Hozir yo'lini topamiz. Har qayerni kavlasam ham baribir shu pastlik. Bir amalab pastga tushib oldim va qaranglar, temir rudasi chiqishni boshladi. Juda ham ajoyib. Atrofda zombining ovozini eshitgandek bo'ldim. Yonma-yo zombilar shu yerda ekan, qochdik bu yerdan. Tezroq ketmasak bo'lmaydi. Temirni olish qochib ketmaydi hech yoqqa. Birinchi navbatda naq 4 ta zombini o'ldirib olishimiz kerak. O'lib ket. Yo'q. What the fuck? Qanday urishga ulguryapti bular? G'alati, bittasi o'z yonib o'lib qoldi. Endi bo'lsa bemalol temirlarni qazib olsak bo'ladi demoqchi edim. Bu yerda hali yana zombi bor ekan. Kela bo'lmasa ko'mir olib ketamiz. Tayyor yonimizda ko'mir bor ekan. Yana xavfsiz qazib olsak bo'ladi bemalol. Ajoyib. Bu ko'mirni ham qazib olamiz. O'zi kech tushdi qaranglar do'stlar. Tunda mana shu yerda o'tkazib yuborsak ham bo'ladi va uxladik. Minecraftdagi birinchi tunimiz va birinchi tongimiz ajoyib. Bitta non yeb olamiz, qornini to'qlab, ertalabdan kayfiyatni 100 qilib ishni boshlaymiz. Hozir men temir qazimoqchi edim. Temir rudasi bu tomonda edi. Va ajoyib topdim. Temirlarni barchasini qazib olamiz. Konda boshqa qiladigan ishim yo'q. Shunchaki temir qazib olishim kerak. Shuni hisobga olgan holda faqat temir qazgan joylarimni videosini kesib joyladim. Nega desanglar, boya videoni boshida sizlarga aytib o'tdim. Video naqd 1 soat cho'zilib ketgan, xullas videoni minuti. Shu sababli ham biroz joylarni qirqib tashlashga majbur bo'ldim. Esa eng kerakli joylarni sizlarga elementalniy tarzda yetkazib berishga harakat qildim. Albatta sizlarga yoqadi degan umiddaman. Shunchaki ko'rib, like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardim. Xo'sh, demak, bu yerdalarga qo'lim yetmaydi. Pastdagi barcha temirlarni olib olsak, shularning o'zi ham yetib qoladi. Creeperning yonida temir qolib ketdi. Mayli, hech yo'q. Hozir versakni bu yoqqa qo'yib olamiz va xaltachani ichidagi pechkalarimizni olib olamiz. Naqd 2 ta temir pechkamiz bor edi. Va ko'mirlarni ikkiga bo'lib, temir rudalarni ham ikkiga bo'lib, pechkaga joylab olamiz. Endi bo'lsa biroz temirlarni, ya'ni yerdagi temirlarni yig'ishtirib olamiz. Albatta creeperdan ehtiyot bo'lgan holda demoqchi edim.
Afsuski bitta ruda yo'q bo'lib ketdi. Creeper portlash natijasida ajoyib bitta ko'mir bor ekan, buni ham qazib olamiz. Va temirlar pishgunicha, ya'niki qovurilgunicha yoki erigunicha biz yana temir rudalarni qilishga harakat qilamiz. Va men temir rudasini ko'rayapman. Hozir shu tomonga boramiz. Ajoyib. Bu yerda ham temir juda ham ko'p ekan. U qaranglar zo'r. Bu yerda hattoki ko'mir ham bor ekan. Juda ham ajoyib. Bir o'q bilan naqd ikkita quyonni mo'ljalga oldik. Yoqilg'i sifatida ko'mirni olib ketamiz, ruda sifatida esa temirni. Bu yerda skelet oshiqcha, demak buni o'ldirib olishimiz kerak. O'lib ketdi unga. U qaranglar juda ham. Bu darni kuchida juda ham uzoq masofaga uchib ketdi. Mayli, hozircha bu tonkaga ahamiyat qaratmaymiz. Bizga hozircha buni sovug'i yo'q, lekin degan joyi bor. Shunday o'tib turaversa, biz jonimiz tugab o'lib qolishimiz mumkin. Shuning uchun xavfsizlik uchun bu yoqqa ozgincha devor tortib qo'yamiz va naqd 14 ta temirni, bu yerdan esa 15 ta temirni olib, o'zimizga temirli shim va temirli oyoq kiyimni craft qilib olsak bo'ladi. Undan oldin esa temirli boltani ham craft qilib olishimiz kerak. Endi bo'lsa boya aytib o'tganimdek, temirli shim va temirli oyoq kiyim ajoyib. Temirdan maksimal darajada bronyalarni yasab oldik. Endi bo'lsa pechkalarni yig'ishtirib bu yerdan ketsak ham bo'ladi. Bundan oldin esa jonimizni to'ldirib olamiz. Va bu bitta temir ham pishdi. Hali oldinda bizni juda ham ko'p ishlar kutib turibdi. Barcha pechkalarni yig'ishtirib ketsak ham bo'ladi. Verstakni ham sindirib olamiz. Undan oldin esa bitta paqir yasab olib, bu yerdan suv olib ketishimiz kerak. Suv nega desanglar, tepaga chiqib olishimiz uchun. Va bizga kerakli ammo joy egallab turgan narsalarni xaltachaga solib olamiz va bundan endi chiqib ketsak bo'ladi. Let's go. Yana ozgina blok qo'ysam, bemalol uyni tomidan pastga tushib olsam bo'ladi. Let's go. Bir amallab kondan ham chiqib oldik. Ajoyib. Endi bo'lsa bizga uy kerak uxlab olishimiz uchun. Negasiyalar o'zi kech tushayapti. Xo'p, bu ilma teshik uydan ko'chada uxlaganim ham 1000 marta ma'qul. Fastran sosi bizga ketibdi. Ajoyib. Minecraftdagi ikkinchi tunimiz va ikkinchi tongimiz. Hozircha bizga flint kerak. Flint esa nega kerakligini hozir sizlarga bir qadam tushuntirib o'taman. Flint asosan bizga jajgalka sifatida, ya'ni jajgal craft qilish uchun kerak. Ikkinchi navbatda esa kamonchini versagi deya qolaylik yoki hunarmandchiligi. Shu uchun kerak. Hozir biroz flint olish ishlarini tezlashtirgan holda sizlarga ko'rsatib o'taman. Ajoyib. Bo'ldi, bizda 3 ta flint bor. Endi bo'lsa sizga ko'proq tayoqcha va kamonchining versagi. Endi bo'lsa ovqat zaxirasini to'plab olishimiz kerak. Bizga ovqat uchun mana bu yerda qo'y va sigirlarni boqib qo'yishgan ekan, ya'ni qamab qo'yishgan ekan. Ajoyib. Sen ham qayerga chiqib ketyapsan, yaramas donka. Bo'ldi, bu cho'chqalarni o'zlariga qoldiraman.
Bu yerda tovuq ham bor ekan. Buni ham o'ldirib olamiz va boyaga ishimizni davom ettiramiz. Ajoyib, let's go. Bir stak o'q bizga yetib ortadi, bo'ldi. Kamon va bir stak o'q bizda bor. Endi bo'lsa Netherga yo'l olsak ham bo'ladi. Xo'sh, bu lianalar orqali tepaga chiqib olamiz. Hozir menda bitta savol tug'ildi-da do'stlar. Portalni, ya'ni buzilgan portalni tuzatamizmi yoki o'zimiz portal qilamizmi? Menimcha o'zimiz portal qurganimiz ancha yaxshi. Demak, maqsad aniq va o'zimiz portal quramiz. Hozir sizlarga buni tezlashtirilgan holda ko'rsatib o'taman. Va bitta lava shu bilan portalimiz tayyor. Aktivlashtiramiz va ajoyib. Bu yoqqa bitta kravat qo'yib qo'ysak, bu yoqqa blok qo'yib qo'yamiz. Ajoyib bo'ldi. Endi bo'lsa bemalol Netherga yo'l olsak ham bo'ladi. Bundan oldin esa oltin oyoq kiyimni kiyib olamiz. Sababi esa juda oddiy. Nether'dagi cho'chqalar bizga hujum qilmasliklari uchun. Va biz Nether'damiz. Ajoyib deb aytishga arziydigan joy emas, lekin gaz ko'ryapman. Hozir xarita orqali portalni belgilab qo'yamiz. Ya'niki tezroq topishimiz uchun portal deb yozib qo'ysak va sahroyni qilamiz. Aslida esa bu sahroynik bo'lmagan, buni esa videoni montaj qilayotganimda tushunib yetdim. Qaranglar, spawn joyiga gap bo'lishi mumkin emas. Nega desanglar, yonimizda bastion bor ekan. Bu biroz yaxshi, lekin zo'r emas. Hop, bo'lmasa Qizil qal'ani qidirishni boshladik. Qizil qal'ami do'stlar? Qizil qal'a, let's go do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Bastion yonida Qizil qal'a. What the fuck? Srochno koordinatalarini tekshirib ko'rmasalar bo'lmaydi. Nega desanglar, hozir aniq mana shu voqeadagi men cheater deb o'ylashingiz mumkin. Sizlarga ekranda naqd ikkinchi bor koordinatalarini aniq yozib ko'rsataman. O'zlaring ham tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bu hech qanaqa cheat yoki bug emas. 100%. Bu tasodifiy yoki juda qattiq omad kelish natijasida bo'lishi mumkin. Hop. Bu yoqqa nega kirib olding deyishinglar mumkin. Sabab juda oddiy. Boya ko'rib turganlaringdek bu yerda gaz bor edi va blaze'lar bor edi. Shundan himoyalanish uchun bu yerda esa hozir o'zimizga sheet yasab olamiz. Albatta bitta temirlik yerga ham va endi bemalol tashqariga chiqsak bo'ladi. Hozirgina bu yerda gaz bor edi, ammo yo'qolib qolibdi, lekin blaze'lar o'z joyida. Ularni bitta o'ldirib olamiz. Va bizni birinchi blaze'imizdan olovli tayoqcha tushdi. Juda ham ajoyib. Endi bo'lsa qolgan blaze'lar spawn bo'lishini kutamiz. Tashqarida bitta blaze uchib yuribdi. Kelamiz, tepani yopib qo'yamiz. Blaze'lar hech joyga qochib keta olmasliklari uchun. Juda ham ajoyib bo'ladi shunday uslubni qo'llasak.
Buni plus tarafi blaze'lar hech yoqqa uchib yetolmaydi demoqchi edim. Yaramasdan ko'z spawner bo'lishga ulguribdi. Hech qisi yo'q, buni ham o'ldirib olamiz hozir. Kettunki. Ajoyib qaranglar, bundan ham olovli tayoqcha tushdi. Juda ham zo'r. Va biz tepani yopish ishlarini tugatdik demoqchi edim. Yana bitta blaze chiqib keldi. Dahshat. Va juda ham tez spawn bo'lishyapti. Hozir menga ovqat kerak, bo'lmasa o'lib qolaman. Ovqat yeb jonimizni to'ldirib olamiz. Spawn bo'la qolsa-chi endi. Qaranglar, kerak payti spawn bo'lmaydi. Kerakmas payti juda ham tez spawn bo'ladi. Nihoyat spawn bo'ldi. Chunna men kutayotgandim. Yomay taporim. Qo'limdan uchib chiqib ketdi. Ajoyib, juda ham tez spawn bo'lyapti bular. Ko'z tegmasin. Va bundan olovli tayoqcha tushmadi. Bu esa yomon. Hozircha bizda 3 ta olovli tayoqcha bor. Va negadir blaze'lar spawn bo'lmayapti. G'alati. Juda ham nihoyat spawn bo'lishdi. Yo'may hozir o'lib qolaman. Ehtiyot bularni o'ldirib olish kerak. Naqd yarimta jonim bor. Bitta xato hammasiga yakun yasaydi. Va biz o'ldik. Albatta qayta tirildik ham. Xavotir olmanglar, men kelib invertorni yoqib qo'yganman. O'lsak ham invertorimiz saqlanib qoladi. Menimcha to'g'ri ish qildim deb o'ylayman. Nega sizlar ko'rib turganlaringdek, endi Dragon o'ldirish uchun hali biz necha marta o'lamiz. Shuning uchun ham invertor saqlanib qoladigan chetni yoqib qo'ydim. Hozir uxlab olamiz va ertalab turib Netherga yo'l olamiz. Bu yoqqa spawn point qo'yib, endi bemalol Netherga ketsak bo'ladi. Qani go. Va biz ikkinchi bor Netherga keldik. Bu ikkinchisi. Xo'p, demak boyaga ssenariy yana qayta takrorlanadi. Biz to'g'riga yuramiz va o'ng tomonimizda bastionni ko'ramiz. Yana to'g'ri ketaversak, Netherning qanaqa Nether qizil qal'ani topamiz. Netherning qizil qal'asi desak ham bo'ladi. Ajoyib. Hozir ko'ramiz, blaze'lar spawn bo'libdi va nihoyat. Oxirgi vaqt shu blaze'lar spawn bo'lishi ham juda ham qiynalayotgan edi. Ajoyib, bundan ham olovli tayoqcha tushdi, aniq ko'rdim. Yaxshi, sen ham o'lasan chunki afsuski bundan olovli tayoqcha tushmadi. Xo'p, hozircha bizda shu 3 ta olovli tayoqcha bor, lekin ovqatlarimiz yo'q. Hozir pechkani olamiz va xaltachadagi ko'mirlarni olib, Netherda ovqat pishiramiz, ya'niki xom go'shtlarimizni shu yerda pishirib olamiz. Sababi esa juda oddiy, bizga hozir ovqat juda ham kerak. Bo'lib ham Netherdamiz. Pechkalarni spawndan uzoqroq joyga qo'ysak yaxshi bo'lardi. Hop, taxminan qayoqqa? Mana shu chekkaroqqa qo'ysak ajoyib bo'ladi. Let's go. Endi bo'lsa ovqatlarni va ko'mirlarni qo'yib olamiz. Ajoyib. Xom qo'y go'shtini qo'yib olamiz va bo'ldi. Bular, ya'niki xom go'shtlar ham pishadi, blaze'lar ham spawn bo'lsa ajoyib bo'lardi. Ikkala tomonlama ham ishni birga olib ketardik. Kutamiz, shunchaki kutamiz. Umid qilamanki, blaze'lar tez orada spawn bo'lishadi.
Qaranglar, boshda juda ham ajoyib spam bo'lishayotgan edi. Ya'niki har 2-3 minut oralig'ida spam bo'lishayotgan edi. Hozir esa oradan naqd 4-5 minut o'tdi, ammo hali spam bo'lgani yo'q. Bu esa birozgina ishni orqaga surayapti. Marsga chiqsa yo'q, kutib turamiz. Ajoyib, qaranglar, o'zi ovqatlarimiz pishishga ulgurdi, lekin blazlardan esa haligacha asar yo'q. Tabaka ham hattoki pishdi. Va ko'mirlarning barchasini olib olamiz. G'alati, negadir blazlar spam bo'lishmayapti. Juda uzoq kutishdan so'ng blazlar hech qanaqasiga spam bo'lishmadi. Bunga esa bir necha sabablar bo'ldi deb o'yladim. Birinchi sabab bu boshimdagi yorituvchi bosh kiyim deb o'yladim. Ikkinchi sabab esa bu spawnerning yonidaligim sababli spam bo'lmadi deb o'yladim. Va spawnerdan ancha uzoqlashdim. Uchinchi sabab esa bu pechkalar deb o'yladim va pechkalarni ham sindirib tashladim. Hattoki meni bir marta Wither Skeleton o'ldirib ham qo'ydi. Ya'niki shu lavaga tushib ketishim sababli. Keyin esa yana Netherga qaytib bordim. Va bu bizning Netherga 3-marta tashrifimiz edi. Va boya Nether Skeletonni yonida ko'rgan blazlarni ko'rib, ularni o'ldirishga bordim. Umid qilamanki, blazlarning limiti yo'q. Aytmoqchi bo'lganim, spawnerda hozir 10 ta blaze chiqaradi va shundan keyin tugab qoladigan limit yo'q degan umiddaman. Xo'p, bu yerda gaz ko'rganday bo'ldim. Lekin meni ko'rib qochib ketdim. Hozir ikkalaringni ham o'ldirib olaman. Albatta spina zombiga tegib ketmasligi kerak, bo'lmasa hammasi o'z nihoyasiga yetadi. Bizda bu 4-olovli tayoqcha edi va endi spam bo'lsa kerak. Shu vaqtgacha blazlar spam bo'lmaganining sababi o'ylashim bo'yicha bu yerda ikkita blaze qolib ketganligi. Shuning uchun spam bo'lmagan. Yana bilmadim. Hop, spam bo'la qolingda. Qala, hattoki spam bo'lmayapti deb tepasidan tekshirib ochib qo'ydim spam bo'lishi uchun. Lekin hozircha bu foyda bergani yo'q. Yana shu tomonda spam bo'ldimi ekan yoki? Bo'lishi mumkin. Meni o'ldirgan Wither Skeleton. Hozir sendan barcha alamimni olaman. Ajoyib, al-qasos minal xalq. Qasos olindi. Qasos kechikishi mumkin, lekin aslo unutilmaydi. Ajoyib. Kelaman shu yerga tushib ko'ramiz. Balki mana shu yerda spam bo'lgandir olovli tayoqchalar. Yo'q, blazlar demoqchi edim. Va qaranglar, bu yer tupik. Hech qanaqa boshqa yo'lagi yo'q. Lekin blazlar spam bo'lishmayapti. Bu juda ham g'alati va juda ham jumboqli hodisa. To'g'risini aytsam, bu biroz shubhali. Menimcha shu tepadagi bloklar xalaqit berishyapti spam bo'lishi uchun. Shu bloklarni buzib tashlaymiz. Faqatgina chetlarini qoldiramiz. Chetlarini qoldirsak, menimcha hech qanaqa ziyoni yo'q. Hozir buni chiroyli qilib bezab qo'yamiz. Ajoyib, let's go. Bu tomonni ham shunday bezab qo'yamiz. Ehtiyotkorlik bilan ajoyib. Bo'ldi, qaranglar, juda ham chiroyli bo'ldi. Bu blokni olib tashlaymiz. Degasizlar, biz bu yerdan kirib chiqishga qulay bo'lishligi uchun
Lekin bu ham foyda bermayapti. Negadir blazlar spam bo'lishmayapti. Hozircha bizda 8 ta olovli kukum bor, lekin bu kam. To'g'ri, juda kam emas, lekin kam. Mayli, hech qisi yo'q. Hozir blazlar spam bo'lishini kutguncha juda ham ko'p vaqtimiz ketib qolyapti. Biz hozir o'zimizga bitta temirli qilich yasab olamiz va ender jemchug muammosini hal qilishga ketamiz. Bizga hozir ko'k hormon kerak, ya'niki endermenlar biomi. Gaz. Ko'k hormon. What the fuck? Qalar bugungi videoda to'g'risini aytaman, juda ham qattiq omadim kelyapti va gaz ko'z yoshi, porx, plastina ajoyib. Qalar bu videoda bizni juda ham qattiq omadimiz kelyapti. Naqd bastion, nezir qala va ketidan ko'k hormon. Juda ham omadimiz kelyapti. Xullas do'stlar, video boshida aytib o'tganimdek juda ham ko'p bo'lib ketgan. Shu sababli ender jemchuglarni to'plaganimni videosini kesib tashlaganman, ya'niki qisqa joylarni, eng muhim joylarni qo'yib sizlarga namoyish qilganman. Hozir buni barchamiz birgalikda ko'rib chiqamiz. Ender jemchug chiqdi, nihoyat. Yerdan Biroz o'zimizga kerakli joyni ochib olamiz.
Va nihoyat bu so'nggi Enderman. Ajoyib bo'ldi. Endi bu yerdan bemalol ketsak bo'ladi. Undan oldin esa o'zimizga temirli topor craft qilib olamiz va bersakni olib, bu yerdan bitta kichikroq chuqurcha qazib, bizga kerak emas narsalarni bu yoqqa tashlab, ortiqcha musorlarni va o'zimizga kerakli narsalarni tartibga solib bemalol ketsak bo'ladi. Bo'ldi, menimcha bu barcha narsalar kerakli. Ajoyib. Endi bo'lsa bemalol boyagi qizil qal'ani yoniga qaytsak bo'ladi. Umid qilamanki, blazlar spawn bo'lishgan. Har holda shunga umid qilyapman. Endi bo'lsa qayerdan kelganimni eslashim kerak. Adashmasam shu pastlikdan tushib keldim, ya'ni tepalikka chiqib ketamiz va hozir men to'g'risini aytaman, adashib qoldim. Hop, bu boyagi joyim-ku, yana aylanib keldim bitta joyga. Demak biz tepalikka chiqmaymiz. Aksincha to'g'ri yurib ketishimiz kerak. Boya mana shu yerdan keldim. Demak biz bu tomonga ketamiz. Hop, let's go. Bu yerlar lekin joyda tanishdek emas. Mayli, hech qisi yo'q, qush tomonlama ketaveramiz. Va qaranglar bu yerda. Boya Nether qal'ani ustidan o'tib ketgan ekanmiz. Demak, boyagi Nether qal'aning davomi. Ajoyib. Bu sahnani ichida nima bor, hozir ko'ramiz. Albatta, ochib ko'rib ketmasak bo'lmaydi. Va bu yerda juda ham ajoyib narsa bor ekan. Bitta egar va temirli otning branyasi. Juda ham zo'r. Sovti desak ham bo'ladi. Bas ikkalasi ham bitta ma'noda keladi. Men yonyapman. Yordam beringlar. Bo'ldi, ajoyib, let's go. Va blazlar yana spawn bo'lishmagan. Xo'p, nima sababdan spawn bo'lishmayapti? Bu biroz shubhali. Bilmadim, shuncha narsani qo'lladim, lekin foydasi bo'lmadi. Nega bunday bo'lganini esa to'g'risi umuman tushuna olmadim. Xullas, do'stlar, videoni shu joyda o'z nihoyasiga yetkazsak ham bo'ladi menimcha. O'zi video naq 1 soat bo'lib ketdi. Biz esa buncha videoni montaj qilish kerak, g'o'z yozish kerak, xullas ishlar ko'p. Demak, tushunib turganingizdek, bu videoning birinchi qismi bo'ladi, ikkinchi qismi tez orada chiqadi. Hammaga rahmat, keyingi videoda ko'rishguncha.